Assalomu alaykum. Men Samarqand shahri Xo'ja Ismoil qishlog'idan keldim, Imom al-Buxoriydan. Andijon viloyatiga asalaridan davolashga Dilmurod tabibga keldim. Bosh og'riq, oyoq og'riq, yurak, kista, grijalar bilan kelgandim. 3-kun deganda oyog'im og'rib qoldi. Namoz o'qiganda xalaqit berar edi, hozir bemalol oyog'im harakatlantiryapman. Keyin bosh og'rig'im qoldi. Bosh og'rig'im bilan oyog'im tez og'rib qoldi. Keyin mana qolgan kasallarim hammasi, kasalliklarim tuzaldi. Ulardan Xudo rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Sharoitlari ham juda ham yaxshi ekan. 3 mahal issiq ovqat berar ekan. Xizmatchi opalarim hammasi yaxshi ekan. Ularni tili shirin ekan, ular o'zi tili bilan ham davolaydi. Ishiga omad bersin. Joni sog' bo'lsin hammasini. Rahmat bularga hammasiga. Kattakon rahmat.